Ha, bilasiz nimalarni qarab turibsan? Assalomu alaykum, umidikor. Charchamansiz. Hop, yengil desalarimiz keldi. Xitoy desalari. Razmerlari 95 ga 2 metr bo'ladi. Yig'ilganda 185 bo'ladi. Hop, buni desani eng qulay tomoni bunga miqdor samares qilib o'tirilmaydi. Zo'r ekanda. Kurchoklari bor. Kashini chiqqandan keyin ilib qo'yiladi bo'ldi. Buni o'zimizda yasaladimi? Yana bitta narsasini aytaman sizga. Vazni juda yengil. Yengil ekanda. Xonadonda, uyda, parda ilishdagi zo'r bo'ladi mashina ishlasa. Buni paddon taxtalari qanaqa bo'ladi, Abdulaziz? Buni paddon taxtasi bo'lmaydi. Mana o'zini paddoni, maxsus paddoni bor. Mana bunaqa kurchokli bu ham Chiqib ketmaydi. ketmaydi. Qo'yganingizdan keyin qimirlamaydi, joyida turadi bu. Ham yengil bo'ladi bu ham. Vazni unaqa og'ir emas. Bemalol bir kishi olib qo'ysa bo'ladi. Zo'r ekan. Buni qayerdan olsak bo'ladi, Abdulaziz? Buni pastdagi nomerlardan telefon qilib olaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.